Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi videoni men nihoyatda muhim deb hisoblayman. Biz Uyg'urlar o'zimizning mustaqilligiga niyat qilamiz. Biroq bu mustaqillikni qanday qilib yetishimiz? Ko'p yillardan beri ko'pilgan vatanparvarlar, tashkilotlar ishni olg'a besyotidi. Bizning atoqli vatanparvar odamlar, liderlar bizning problemamizni ko'tarib ishlayotidi. Biroq biz tushunishimiz kerak. Bizning xalqimiz xalqaro siyosatda subyekt bo'lmaguncha biz o'zimizning mustaqilligimizga yetishimiz mumkin emas. Bugungi videoni bir necha vaqtidan o'ylab, izlanish qilib, menga ko'pdan ko'p yordam qilgan Madina rafiqam, shunga ko'pdan ko'p rahmat. Endi sizlarga mana shu fikrlarni yetkazib beray. O'ylashib beqinglar. O'ylashib, ondan keyin mana shu fikr bo'yicha biz ishilsak, yo'lni tepib har birimiz o'zimizning xalqimizni xalqaro siyosatning subyektiga aylantirib, ondan keyin bizning qonunliq o'rni bo'ldi o'zimizning mustaqilligiga talab qilishimizga. Teşekkür ederim. Ben niyet qilmayman, oxirgi tinchab diqqat bilan ko'rasizlar. Endi meni Uyg'urcha mana shu huquqimni kamchiliklar bor, uni qarmay mana shu deyotgan fikrlarimni qabul qilsanglar. Rahmat. Boshlayman. Uyghur xalqiga o'zini belgilash huquqini qaytarish. Agar xalqdan so'ralmay qarorlar tashqi besim ostida qabul qilingan bo'lsa, bu o'zini belgilash emas. Bu huquqning almashtirilishidir. Bu ahvolda xalqning huquqi yo'q bo'lib ketmaydi. U buzilgan holatda qoldi. Yani hukuk davamlı buzulup durdu. Kanun nuqtasidan qaraganda 1949 yıllarda Uyghur xalqining o'zini belgilash huquqini amalga oshirildi deb qarash qiyin. Aksicha, Xitoy tarafidan o'rnatilgan natijali qurolli kontrol bu huquqni amalga oshirish emas, belki onu almashtirgan amaliy ishg'ol harakatini sifatida baholashga bo'ldi. Xalqaro qonundagi ishg'ol nimani bildirdi? Xalqaro qonunda ishg'ol har doim e'lon qilingan urush emas. Ishg'ol bu shunday ahvolki, chet el qurolli kuchlari bir territoriya ustida
neticelik kontrol ornatıdı. Yerlik halkının iradesi hakimiyetinin mənbəsi bolup kalmaydı. Territoriyanın siyasi statüsünü halkının erkin ve kolektif iradesi sorulmay tutup özgürtüldü. Asasi nokta kontrol bilen halk iradesini almashtırılışı. Uygur halkının özünü belgileş hukukiga nime boldu? Emeli görünüş 1949-50 yılda. Xitay Halk Cumhuriyeti'nin kural güçleri territoriyaga kirip geldi. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti rehberlikinin halk boluşudan keyin hakimiyet boşluğu payda buldu. Hiç qandaq referendum, saylam, xalqara yoki ishki umum xalq mandati bo'lmagan. Onun o'rniga Xitoyga sadoqatlik rahbarlik shakllantirildi. Qarorlar xalq uchun xalqsiz qabul qilindi. Bu proses tinch kirish deb ko'rsatildi. Bu o'z-o'zini belgileşine amalga oshirilishi emas, balki huquqni almashtirilishdir. Nima uchun buni huquqni almashtirilishi deb baholashga bo'ldi? Qonun nuqtasidan 3 asosiy element muhim. Birinchi, erkin kollektiv iradening yo'qligi. O'z-o'zini belgilash huquqini xalqning huquqidir. Mandatga ega bo'lmagan delegatsiyalar yoki vakil nomidagi kichik guruhlar bu huquqni o'rnini bosolmaydi. Ikkinchidan, kuch bilan o'rnatilgan natijelik kontrol. Kontrol urushsiz o'rnatilgan bo'lsa-mu, u yanada qurolli kuchga dayangan kontrol hesaplandı. Üçüncüdür, mevcut siyasi statütünün zorluk bilen integrasyonlaşışı tashqi hakimiyetinin karar bilen özgertildi. Xalqaro qonun tilida bu ko'pincha mudaq atıldı. Denial Official Determination under Foreign Control. Chet el kontrol ostida o'z-o'zini belgilash huquqini inkar qilinishi. Muhim aniqlama. Bu faqat ishg'ol emas, balki chet el natijelik kontrolini o'rnatishi bilan birga xalqning o'z-o'zini belgilash huquqini almashtirishidir. Nima uchun Xitoy ishki degan bahona bilan o'zini qoplay olmaydi? Chunki o'z-o'zini belgilash 1945 yıldan başlap xalqaro qonunning asosiy prinsiplaridan biri. Xalq irodasining almashtirilishi masalasi bu masalani xalqaro sahaga chiqarildi. Buzg'unchilikning 10 yillar davomida davom qilishi uni davomli huquq buzg'unchiligi qilindi. Xitoy ve müstakil devlet hamdo'stligi. Bir xalq, bir siziq. Xitoyda o'z-o'zini belgilash qattiq kontrol orqali almashtirildi. Müstakil devletler hamdo'stligi devletlerinde besim, sükut ve subyektni e'tirof qilmaslik orqali shakllari har xil bo'lsa-mu, natijasi bir. Xalq subyekt emas, obyektga aylantirildi. 1949-50 yıllarda Uygur xalqining o'z-o'zini belgilash huquqini amalga oshirilmadi. U chet el natijelik kontrolining o'rnatilishi bilan almashtirildi. Bu huquq yo'q qilinmadi, balki uning muddatlik ve davomli buzg'unchilikni
başlanışı oldu. Uyghur xalqining bir xalq ekanligini ve subyektlik meselesi. Bir muhim narsani tushunish kerak. Uyghur xalqi bir xalq. Bugun u har xil davlatlarda yashayotgan bo'lsa-mu, Xitoyda va mustaqil davlat hamdo'stlik davlatlarda yoki harbiy davlatlarda, qo'shma shtatlarda xalqning o'zi bir bo'lib qoldi. Bizning oramizda chegaralar, vaqt va siyosatlar kirdi, lekin xalqning huquqi bir bo'lib qoldi. Aslida nima yuz berilyotdi? Uzun yıllar davomida Uyghur xalqiga subyekt sifatida emas, obyekt sifatida muomala qilinib keldi. Obyekt bu boshqalar uning o'rniga qaror qiladigan talab. Subyekt bu o'z huquqi va o'z irodasi bilan qaror qilish huquqiga ega talab. Xalq mundaq o'ylaganda bizga badi, bizga yaratdi, kuchliklarga minnatdor bo'lish kerak. U obyektcha o'ylaydi. Chunki bilingan narsa keyin qayta tortilishi mumkin. Lekin o'zini belgilash huquqini bilolmaydi. U xalqni bor bo'lishi bilan bir vaqtda mavjud bo'lgan huquqdir. Uni buzish, bostirish, almashtirish mumkin. Lekin uni bekor qilish mumkin emas. Tarix nemni qayta ko'rsatdi. Agar xalq so'ringan bo'lsa, qarorlar bisim yoki kuch ostida qabul qilingan bo'lsa, siyosiy status erkin, talashsiz o'zgartirilgan bo'lsa, bu o'zini belgilash emas. Bu huquqni almashtirishidir. Bu her xil vaqtlarda, her xil joylarda yuz bergan. Uyg'urlarmi dal shundoq bo'ldi. Bizning huquqimiz erkin holda amalga oshirilmadi. U tashqi qarorlar bilan almashtirildi. Nima uchun buni hozir tushunish muhim? Chunki xalq o'zini subyekt deb tanimay turib, u yanala boshqalar yordam, ruxsat yoki himoya kutib turdi. Xalq kutgan vaqtida boshqalar uni o'rniga qaror qilishni davomlashtirdi. Birinchi qadam Xitoyga murojaat qilmaslik. Ikkinchi qadam BMT bizni qutqizib qoldi deb kutmaslik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti buzg'unchilikni qayd qilishi mumkin. Lekin huquqni xalq o'rniga anglab berolmaydi. Eng muhim qadam ikki qadam. Uyg'ur xalqi o'z ishchidan mundaq deb tushunib va deyilgan vaqtda bu bizning huquqimiz, uni bekor qilmadi, uni buzdi. Shu vaqtdan boshlab xalq obyekt emas, subyekt sifatida so'zlay boshlandi. Shundan keyinla qayd qilish hujjatlar, xalqaro mexanizmlar mumkin bo'ldi. Subyektlikqa kelishning boshlanishi. Subyektlik davlat bor yo'qligi bilan o'lchanmaydi. Subyektlik xalqning o'z irodasini o'z nomi bilan izchil va davomli holda bildirishi bilan boshlandi. Bu qism
Nima uchun Uyg'ur xalqining bugungi sharoitda oldi bilan o'zini subyekt sifatida tunish kerak ekanligini tushuntirdi. Bugun xalqning subyekt bo'lishi uchun nimalar kerak? Bu bölümde Uyghur xalqining bugungi sharoitda subyekt sifatida so'zlay boshlashi uchun qaysi asosiy shartlar kerak ekanligini aytib beraman. Asosiy qoida darhol tushunish kerak. Subyekt davlatga ega bo'lgan taraf emas. Subyekt o'z irodasidan, o'z nomi bilan izchil va davomli holda bildiriladigan taraf. Davlat natija, subyektlik boshlanish. Xalq ishida umumiy tushuncha. Bu bo'lmasla hech narsa ishlanmaydi. Xalq umumiy holda birla narsani tushunish kerak. Bizning o'zini belgilash huquqimiz amalga oshirilmadi. Uni bekor qilmadi, uni buzdi. Agar bir qismi bizga badi desa, yana bir qismi biz kech qoldik desa, boshqa bir qismi jim turgan yaxshi desa, xalq subyekt emas, parchalangan obyektlar jamiyati bo'lib qoldi. Bir xil tushuncha subyektlik birinchi bo'lg'ini bo'lsa, birla til nihoyatda muhim. Subyekt her doim bir xil so'zlar bilan so'zlaydi. Yo'q, murakkab tarix. Şuna şundaq bo'lib qoldi. Kimdir aybkor. Var. Xalq so'ralmadi. Huquq amalga oshirilmadi. Buzg'unchilik davom qilmoqda. Til mustahkam bo'lganda xalq shofqidan ovozga aylandi. Davlatsiz o'z-o'zini tashkil qilish. Davlat boshlanish emas. Subyektlik modellardan boshlandi. Umumiy bayonotlar, birlikda yozilgan metnlar, kollektiv murojaatlar, diasporaning muvaffaqiylashtirilan pozitsiyaları, territoriya va hakimiyat bo'lmagan holda xalq subyekt sifatida so'zlaydi. Vakillik. Qahramon liderlar emas, dunyoga birla boshliq kerak emas. Dunyoga aniq va tushunishlik vakillik formati kerak. Bu mundaq bo'lishi mumkin. Kengash, muvaffaqiylashtirish gruppasi, platforma, birlashgan tashabbus. Muhim bo'lgani kim bosh ekanligi emas, nima deyilayotganligi va kim nomdi. Xalqaro mexanizmlarda qoid qilish. Xalq aniq va izchil so'zlay boshlaganda keyingi qadam paydo bo'ldi. Murojaatlar, dokladlar, submission, buzg'unchilikni qoid qilish. Bu yordam so'rash emas, bu subyektning buzilgan huquqni to'g'risida qilgan bayonoti. Xatarlik iboralardan bosh tortish. Subyekt qishqirmaydi va tahdid qilmaydi. U chegaralarni e'lon qilmaydi. Qadimiy imperiyalarga tayanmaydi. Ete davlat deb talab qilmaydi. U mundaq deydi: biz hech qachon
sorulmadık iradimiz bildiriş imkoniyatini verilsin. Bu ibareler edemlerini kanun cihetin qoqdaydı. Subyektini ballağa tapşırış. Bu ramzi emas, hayat qilish strategiyasidir. Balalar modularını bilgende kim ekanligini, huquqning bar ekanligi, jim turish u rozilik emasligi, xalq bisim ostida bo'lsa-mu yo'q bo'lib ketmaydi. Qachon xalq subyekt bo'lganligini ko'rish mumkin. Bu mundaq vaqtlarda ko'rindi. Uyg'urlarni kim bizga yordam qildi deb so'ralmay boshlaganda, bizning huquqimiz buzildi deb so'zlay boshlaganda, millatlar bo'lish to'xtaganda, buzg'unchilikni qayta qilish boshlanganda, diaspora ichida fikrlar har xil bo'lsa-mu, til bir bo'lganda, eng ochiq xulosa subyektlik berilmaydi. U kuch bilan emas, balki aniqlik va izchillik bilan ilindi. Biz subyekt bo'lmiz, bizga ruxsat berilganda emas, balki biz o'zimiz subyekt sifatida so'zlay boshlaganda. Qayerda va qanday birinchi kollektiv bayonot berildi. Bu bölüm Uyghur xalqining subyekt sifatida birinchi qatam xalqaro sahada qayerda qanday va qaysi formatda so'zlanadiganligini aniq ko'rsatdi. Asosiy va birinchi manzil Birleşken Milletler Tashkiloti inson huquqlari kengashi Jeneva. Bu birinchi qadam uchun asosiy maydon. Format: Written Submission, Joint Submission Statement. Uyghur tashkilotlari va diaspora jamoatchiligi nomidan berildi. Maqsad: Uyghur xalqining o'z-o'zini belgilash huquqi doir hech qachon erkin va kollektiv iroda bildirish imkoniyati bo'lmaganligi, huquq buzg'unchiligi sifatida qayd qilish. Bir vaqtda kuchaytirish uchun birinchi bayonotning o'rniga emas, bu bir xat emas, balki bir necha hujjatning tarkib topgan paket. Bu orqali murojaat qilish mumkin. Az sonli xalqlar bo'yicha maxsus dokladchi, madaniy huquqlar bo'yicha maxsus dokladchi, qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar bo'yicha maxsus dokladchi. Bu nima berdi? Mesele Xitoyning ichki ishi bo'lib qolmaydi. Balki davomli kuzatuvchi ostida turadigan xalqaro masalaga aylandi. Strategiyalik yo'l. UAP Xitoyning universal periodik ko'zdan kechirish prosesi dairesi Stakeholder Submission formatida topshirish berildi. Bu Uyghur xalqining o'z nomidan berilgan rasmiy pozitsiya. Bu nima berdi? Nimlar bo'lmaydi? BMT Uyghur davlatini tonuydu demaydi. BMT mustaqillik e'lon qilmaydi. BMT referendumga ruxsat bermaydi.
BMT xalqlar o'rniga qaror qilmaydi. Amalga nima bo'ldi? Faktning rasmiy qayd qilinishi. BMT tuvanidagi faktni qayd qildi. Bir xalq o'zining siyosiy statuti haqida hech qachon erkin va kollektiv iroda bildirib boqolmaganini bayon qilmoqda. Bu qonunliq kirish nuqtasi. İçki iş degan dalilning kuchsizligini bu qayd qilingan keyin Xitoy bu masalani yepiq deb ko'rsatamaydi. Har qanday bostirish, davomli huquq buzg'unchilikni doirasida baholanadi. Muzokara statusining o'zgarishi. Bayondan burun Uyg'urlar rayon, sog'liq, inson huquqini masalasi. Bayondan keyin Uyg'urlar amalga oshirilmagan huquqqa ega xalq, bu mutlaq boshqa daraja. Diaspora ve aktivistlarını qo'g'dash. Xalqaro qonun tili mustahkamlanishida ekstremizm birlashishni qarshi qo'g'dash imkoniyatini oshirdi. Sud, media ve universitetlarda pozitsiyani tushundirish osonlashdi. Oson diskreditatsiya qilinmaydigan bir xil til shakllandi. Eng to'g'ri natija formasi birinchi kollektiv bayonot Uyg'urlarga davlat bermaydi. U so'zlaydigan subyekt statutini qaytardi. Kelajakda qonunliq va siyosiy proseslarga yo'l ochadi. Bu qadamsiz kelajakda haqida har qanday so'z cho'qin. Bu qadam bilan Uyg'ur xalqining ovozi har bo'lgan xalqaro proses boshlandi. Endi tushunish uchun bu bayonot subyektlik to'g'riliq bayoni. İrade bildirish referendum emas. U davlat yaratmaydi, lekin huquqini qaytadan maydonga chiqardi. Bu qayd qilinmay turib keyingi qadamlar mumkin emas. Endi bu bayonotni qanday yozsaq bo'ldi? Men sizlarga mana shuni bir variantni keltirib berayim. Kollektiv bayonot Uyg'ur xalqining subyektligini tonish to'g'risida. Birinchi, biz kimmiz? Biz Sharqiy Turkiston va uning sirtida yashayotgan Uyg'ur xalqining vakillari, Uyg'ur tashkilotlari va diaspora jamoatlari orqali harakat qilib, xalqaro qonunga muvofiq holda o'z pozitsiyamizni bayon qilamiz. Uyg'urlar ayrim bir xalq bo'lib, o'z tili, madaniyati, tarixi va kollektiv kimligiga ega. Ikkinchi, kollektiv irodasining yo'qligi. Uyg'ur xalqi o'zining siyosiy statuti haqida hech qachon erkin va kollektiv holda iroda bildirish imkoniyatiga ega bo'lmadi. Ne Sharqiy Turkiston territoriyasida, ne 20-asrdagi tarixiy o'zgarishlar davrida, ne xalqaro sahada. Uyg'ur xalq o'z irodasini bildirmagan, erkin, onglik va kollektiv proses bo'lmagan. Uyg'urlar yashayotgan territoriyalarda siyosiy statusiga doir qarorlar Uyg'ur xalqining ishtiroksiz, roziliksiz ve vakilliksiz
holda qabul qilindi. Üçüncü, öz-özünü belgilash huquqi amalga oshirilmagan huquq. Xalqaro qonunga asoslanganda öz-özünü belgilash huquqini xalqlarga taalluqdir. Uyghur xalqi bu huquqni hech qachon amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lmasligidan bu huquq yo'q bo'lib ketmadi. Balki hozircha amalga oshirilmagan holda qolmoqda. Kollektiv iroda bildirish shartlarini yo'qligi va huquq buzg'unchilikni davomli xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. To'rtinchi, subyektlik to'g'risida bayonot. Biz bu bayonot orqali o'zimizni xalqaro qonun doirasida o'z-o'zini belgilash huquqini masalasi bo'yicha subyekt sifatida e'lon qilamiz. Biz boshqalar tarafidan qaror qilingan obyekt emas. Biz ochiq ko'rsatamizki, bu bayonot kelgusidagi siyosiy tuzilma haqida kollektiv iroda bildirish emas, hech qanday siyosiy status shakllarini oldirgan belgilamaydi. Mustaqillik deklaratsiyasi emas, territoriyal talablarni o'z ichiga olmaydi. Bu bayonotlar birdan-bir maqsadi Uyghur xalqini hech qachon kollektiv iroda bildirib bekalmagan qonunli fakt sifatida qayd qilish va Uyghur xalqini bu huquqni subyekti sifatida tunutish. 5. Xalqaro jamiyatga murojaat. Yuqoridagilar asosida biz xalqaro jamiyatga tuvandikicha murojaat qilamiz. Uyghur xalqining o'zining siyosiy statuni haqida hech qachon erkin va kollektiv iroda bildirib bekorligini qayd qilish. Uyghur xalqining o'z-o'zini belgilash huquqini hozirgacha amalga oshirilmaganligini tonish. O'z-o'zini belgilash huquqi masalasida Uyghur xalqining subyektlik statusini tonish. 6. Xulasa. O'nlagan yillar davomida Uyghur xalqining taqdiri Uyg'urlarning o'zlari ishtirok qilolmagan holda belgilandi. Bu bayonot bilan biz natijasi emas, balki huquqni qarorlar qandoq bo'lishidan qat'iy nazar xalq subyekt bo'lish huquqini bayon qilamiz. İmzalandı. Uyghur tashkilotlari va diaspora jamoatchilari tizim qo'shildi. Qayerga va qandoq topshirildi? Asosiy adresat majburiy Birleşken Milletler Teşkilatı İnsan Huquqlari Kengashi Jeneva. Topshirish formati Right and Submission Joint Statement. Davlatsiz tashkilotlar, NGO va diaspora cemiyetçiliği nomidan bu subyektlarning xalqaro sahada birinchi qatim rasmiy qayd qilishining asosiy kirish nuqtasidir. İkinchidan, bir vaqtida shu matn o'zgartirilmay, BMTning maxsus proseduralarini orqali topshirildi. Asonlik xalqlar bo'yicha maxsus dokladchi, madaniy huquqlar bo'yicha maxsus dokladchi, qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni oldini olish bo'yicha maxsus dokladchi. Bu masalani davomli nazorat ostida turishni,
xalqaro diqqatning saqlanishi ta'minlaydi. Strategiyalik kanal UPR Xitoyning universal periodik ko'zning kechirish prosesi doirasida stakeholder submission formatida topshirildi. Bu Uyg'ur xalqining o'z nomidan bildirgan rasmiy pozitsiya. Bu nima berdi? Bo'lmaydigan natijalar. BMT Uyg'urlarga davlat bermaydi. BMT mustaqillik e'lon qilmaydi. BMT referendum belgilab bermaydi. BMT xalqlar o'rniga qaror qilmaydi. Amaliy natijalar. Faktning rasmiy qayd qilinishi. BMT tuandagi qayd qilindi. Bir xalq o'zining siyosiy statut haqida hech qachon erkin ve kollektiv irade bildirib bakalmagan bayan qilmoqda. Bu qonunluk prosesinin başlanış noktasıdır. İki iş degan dalilning kuchsizlashini bu qayd qilgan keyin Xitoy bu masalani yipiq deb ko'rsatamadi. Her qanday bostirish davomli huquq buzg'unchilik doirasida baholandi. Muzokara statutining o'zgartishi topshirish burun Uyg'urlar buni yana ikkinchi qatim o'qib qolibman. Kechirsizlar. Endi yana bu yerda boshqa bizning yo'lni o'zgichiligi nima deb bir söz. Biz hukumatidan emas, huquqdan boshlaymiz. Biz so'ramaymiz kim prezident, kim lider. Biz deymiz. Bizni hech qachon so'rmadi. Bu faktni qayd qilinglar. Bu siraq, lekin nihoyatda kuchli qonunliq qadamdir. Biz xalqni elita bilan almashtirmaymiz. Ko'p harakat sulhida yemirildi. Oldida liderlar paydo bo'ldi. Xalq tomoshabin bo'lib qoldi. O'yin yo'ldi. Oldida xalq, ondan iroda, ondan vakillik. Biz Tibet, Qirg'iziston yoki boshqa modellarni ko'chirmaymiz. Biz boshqalarning tajribasidan egalanamiz, lekin ularning xatoliklarini takrorlamaymiz. Bu ajizlik emas, bu yetilganlik. Biz 21-asrning tilida so'zlaymiz. Biz şuarlar bilen emas, prosedurlar bilen, kanunlar bilen, qo'g'dash mexanizm bilen so'zlaymiz. Bu harekatni uzurpatsiya qilinib ketishni saqlamaydi. Xalqni qo'g'daydi. Eng muhim nuqta o'ziga xos yo'l ajizlik emas. Bu boshqalarning xatoligini ko'rib, o'z yo'lini аңлық құрғалықны балқысыdır. Xulasa, Uyg'urlar o'z yo'lida ega bo'ldi. Chunki bizni hech qachon so'rmadi, biz shu yerdan boshlaymiz kerak. Maşallah. Endi ishlar bugun ko'p ishlar ishlarni qildim. Ishlar yelib qoldim shuni
oxub axırıb gəlgəndə köp xatalıqlarını qılınmış üçün, yəni təşəkkür sizə. Rəhmət. Təşəkkür çıxanlar üçün sizlərdən ədi cavablarını kütmə. Rəhmət.